Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana men bugun yaxshi kunlarda Mehmet Yusuf'ning hozir Saudiya Arabistonda yashayotgan shu yigitimizning mana 9 tomlik kitobi Tafsir Javharlari degan 9 tom, 19 tom bu. Mana hozir men bunun 4 tomini tugatdim. Buningdagi hamda so'zlar hamda ajoyib bir milliy, ilmiy, islomiy shundoq bir sizga tarbiya berdi, imoningizni ochadi, ko'zingizni yo'riqiltadi, kelajakka bo'lgan umid, odamgarchilik, insonparvarlik, kichikbeylik hamma tarafdan sizga ajoyib bir oziq berdi. Bu kitobni mana bizning mashu Olmaotada chiqargan Dilmurod Ko'ziyev degan qarindishimiz, mening yaqin og'inam. Bununla ko'p rahmat etaman. Men har vaqtim chiqqandilar bilan qo'limga ilib o'qiyman. Mau kitob bo'lsa, ana baxt saodatning 40 omili degan. Bu mu ajoyib bir kitob. Men qaranglar, bu kitobning har bir beti shundoq bir oziq berdi odamga, ruhoniy kuch-quvvat berdi. Mana Mehmet Yusuf'ning o'zi. Bismillahirrahmanirrahim deb bu kitob boshlandi. Buningdagi ichidagi javhar so'zlar, go'har so'zlar ajoyib. Bu kitobning hammasi har bir Uyg'urda uyida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Men shunchalik oziqlanaman, buni o'qisam rohatlanaman. İslam diniga bo'lgan muhabbat, islom diniga bo'lgan seginish, kuyinish. Mana shularni o'qish orqali odamlar o'ziga nurg'un axloqiy fazilatli, kichikbeylik, odamchanlik, insonlik butun yaxshiliklarni o'ziga singdira oladi. Bu bo'lsa men hozir tanishtirgan Tafsir Javharlari. Bismillahirrahmanirrahim deb ochamiz bu kitobni. Mana ichi. Men qaranglar, qandoq bezalgan, qandoq shundoq bir sifatlik, safoliq chiqdi bu kitob. Mana har bir betida mana bu 9 tomlik kitob. 9 tomlik kitob. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarni o'ylab qolmanglar, biz dinsiz yana bir nima deb. Hammamiz uyda